Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar, hurmatli tadbirkorlar. 2-3 kun gruppaga, Telegram gruppaga video qo'ya olmadik. Sababi xudo xolasa Tojikistonga ham eksport qilish masalalarini ko'rib chiqdik. 2-3 kun Farg'onada, Samarqand shahar deklarantlar bilan gaplashdik. Xudo xolasa ishimiz hal bo'ldi. Tojikistonlik klientlarga ajoyib yangilik, xudo xolasa mana bugundan boshlab hamma ishimiz hal. Tamojniy hamma narsani hal qildik. Tojikistondan dilerlarimiz orqali bemalol do'kon xarid qilsanglar bo'ladi. Xudo xolasa Qirg'izistonni nimasini ham ko'rib chiqyapmiz. Hozir Tojikistonga bir partiya jo'nataylik, xudo xolasa yaxshi nima bersa, xudo xolasa Qirg'izistonni ham ko'ramiz, Qozog'iston nasib bo'lsa hamma qo'shni respublikalarga xudo xolasa zakaz qabul qilamiz nasib bo'lsa. Bugun 20-may ekan. Bir qator do'konlarimiz tayyor bo'lgan, xudo xolasa birma-bir video qilamiz. Ko'pchiligi yarim tayyor, bir xili tayyor bo'lgan, hammasini aytib o'tamiz. Videoni oxirigacha ko'rsanglar, xudo xolasa o'zlarining sifatini, ko'rinishi, rangi, bo'yi, eni hammasi haqida ma'lumot beramiz. Birinchi o'rinda mana bu do'konimiz Toshkent Sergeliga zakaz olganman. Toshkent shahar Sergeli tumaniga. Bu do'konimiz ham yarim tayyor. Mana rama tagi ramasi. Mana devor MDF. Uteplit Penoplast 10 plotnost. Tepa ham Penoplast, stiklovata ham qo'yilgan tepaga. Hozir ko'rinmaydi, buni ustida turibdi. Stiklavatasi 2 qavat bonusiga qilib berdik, xudo xolasa. Mana MDF ni mana ko'ringlar, juda ham qalin, issiq sovuqqa chidamli. Mana ko'rishingiz mumkin. Xo'p, keyingi zakazimiz bular nalichkada, bularni ham ko'rsatib o'tsak bo'ladi. Bu nalichkada 5 ko'ch kimga kerak bo'lsa srochni buni qilib beramiz, xudo xolasa. Bu nalichkadagi do'konimiz. Bu do'konimiz Surxondaryo Uzunga tayyorlangan 6 go'ch. Buni ham yer masalasi sal muammosi bo'lgani uchun turibdi. Где-то yaqin kunlarda buni ham chiqarib yuboramiz, xudo xolasa. Mana bu do'konimiz Samarqand Seliskiga salon uchun tayyorlayapmiz. Xudo xolasa bu ham ertandan tayyor bo'ladi. Ramalar mana shu ko'rinishda bo'ladi. Rekalar, xudo xolasa ikkita forchka. Nasib bo'lsa bu ham chiroyli chiqadi. 6 ga 3,5 lik do'kon bu. Taglarini mana baquvvat qilib beryapmiz, xudo xolasa. Mana bu yasalaydigan 6 ga 3 metrlik do'konimiz. Mana shu do'kon Tojikistonga tayyorlayapmiz, xudo xolasa. 2 qavat o'tiplina, stiklovata, Penoplast. Mana ichlari mana MDF, 100% MDF. Polimiz ham MDF, neobычный svetda, antrazit akfa, xudo xolasa. Forchka bor orqada, sovuqqa nima, havo almashish uchun. Xudo xolasa buni ham chiqarib yuboramiz 1-2 kun ichida. Xo'p, mana bu 7 go'sh do'konimiz Sherzod akamga, bu o'zimizga nimaga, Qo'shrobod tumaniga. Bu 7 go'ch, orqada forchka, orqada zapasnoy eshik, plastik tipa, pollarimiz MDF, devor ham MDF. Sifatini o'zingiz baho berasizlar. Juda ham baquvvat, garantiya bilan qilib beryapmiz. Bu 4 go'ch do'kon, adashmasam o'tgan safar ham video qiluvdik, akfalari yo'q edi. 4 go'ch bu Urgut tumaniga tayyorladik, xudo xolasa. Buni ham dokumentlari bitgandan tayyor olib borib qo'yib beramiz egasiga, xudo xolasa. Bu 6 go'sh do'konimiz ham sal ishi qolgan. Bu ham zakaz, qayerga to'g'risi esimda yo'q, qog'ozga qaramadim. Bu ham zakaz, xudo xolasa. Mana bu do'konimiz, hop 5 go'sh do'kon, Marojniy xonaga mo'ljallangan. Mana o'tiblik qilyapti. Tepalari ham oq qizil. Bitgandan yana bitta video qilamiz, xudo xolasa. Oldi akfa, orqasi ham akfa. Mana bu yerda nima deydi? Forchkalar bo'ladi, marojniy uzatishga. Oldida ham forchka, mana bu yerda morozelkalar qo'yiladi, tashqariga qaratib. Xudo xolasa. Mana tepa o'tiblik qismlari issiq sovuqdan himoya qilib beradi, bemalol.
Rekalar ham mana qalin qilib qo'yiladi, xudo xolisa. Xullas, kimga shunaqa do'konlar kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqinglar, kelishtirib, chiroyli narxda beramiz. Rahmat sizlarga.